Millat fidoyilari. Katta leytenant Ashirov Shermuhammad Ergashaliyevich 1975-yil 23-yanvarda Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Halqobod qo'rg'onda ishchi oilasida tug'ilgan. U 1995-1999-yillarda Jizzax Oliy harbiy aviatsiya bilim yurtida o'qigan. 1999-2000-yillar Mudofaa vazirligi qo'shinlarida ofitser sifatida harbiy xizmatni o'tagan. 2000-yil avgustda Surxondaryo viloyatining tog'li hududlarida vatanimiz sarhadlariga suqilib kirgan xalqaro terrorchi to'dalarga qarshi kurashda qahramonlarcha halok bo'lgan. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoniga muvofiq marhum katta leytenant Ashirov Shermuhammad 2-darajali shon-sharaf ordeni va bir qator esdalik nishonlari bilan taqdirlangan. Shermuhammad Ashirovning nomini abadiylashtirish maqsadida u o'qigan 28-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabiga byust o'rnatildi. Shu bilan birga uning jasorat haqida xotira burchagi tashkil etildi. Halqobod qo'rg'ondagi ko'chalarning biriga uning nomi berildi. Shuningdek, Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi harbiy qismda yodgorlik monumenti o'rnatilgan. Vatan millat fidoyilarini unutmaydi. Ularning xotirasi qalbimizda mangu yashaydi.